Zerikib ketdim, nima qilishni bilmayapman. Bir borib qo'l yuzimni yuvaychi. Miyamga bir nimadir g'oyalar kelib ketsa kerak. Mabodo deyman-da. Suv o'chiraylik. Unisi ham yonib qolibdi. Suvga qachon pul to'laganimni ham bilmay qarga kirib ketganman. Shuncha yangi pul oldim, shuncha mebellar oldim, lekin hali ham YouTube'ga video chiqarganim yo'q. Yuringlar bitta video chiqaraylik. Yo, to'xtanglar. Kamerani to'g'rilab olaylik. Yo, barchaga assalomu alaykum. Sizlar qandaysizlar? Tinchimsizlar? Men-ku zo'r. Xo'sh, bugun sizlar bilan videoni qanday sifatli qilishni o'rgatib o'taman. To'xtanglar, oyog'im og'rib qoldi. Shundayga shu narsalarni qo'yib olay, iltimos sizlardan. Yop, bismillah. Endi boshladik. Xo'sh, hozirlarga videolarni qanday sifatli qilishlarni o'rgatib o'taman. O'zimku 4 ta 3 ta shunday ilova bilan ishlayman. Hozir sizlarga ham o'shani o'rgatib o'tib ketaman. Bo'lmasa hozir kompyuterxonaga kirib olaylik. Keyin uyga ham bitta baho berasiz. Hozir kompyuterimni ko'rsataman. Yop, bismillah. Ana mo'jiza. Hozir ko'rsataman, hozir kompyuterim yonsin. Hozir hammasini bir boshdan aytib berib o'taman. Sizlar ham o'rganib olasizlar degan umiddaman. Hozir yonsin. Mana yondi. Birinchi ilovamiz bu CapCut. CapCutda nima qilamiz? CapCutda videolarni kesish yoki qo'yish, musiqa, ya'ni ovozlar va ovozlarni effekt berish, ya'ni mana bunaqa. Bo'ldi mana shu CapCutdagi, ya'ni CapCutni hal qilib bo'ldik. Endi keyingisi esa VN, ya'ni video deyapman. VN dasturi ilovasi videolarga effekt berish, ya'ni mana bunaqa. Bunda ham shu amallar bajarib o'tiladi. Keyingisi esa Pixelart, ya'ni videoga rasm berish, ya'ni ustidagi chiroyli mana bunaqa rasmlarni yasashga olib boradi. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosasizlar, shunaqa video chiqishi uchun obunani ham bosib, kommentariyga omad so'zini qoldiringlar. Barchaga xayr deb qolaman.